soqchilar orqali oshqozon og'riqini davolash. Soqchilardan 7 tal, qora shakardan 60 gram, zanjibildan 30 gram. Tayyorlash usulsa yuqoriqilarni suvda qaynatib, chilan bilan suyni qo'shib, uda bir necha kun 2 vaq iste'mol qilib bersa bo'ladi. Roli bo'lsa soqchilarning ta'minotli xususiyati mo'til bo'lib, qon to'liqlash, nervni tinchlantirish roliga ega. Soqchilarni qaynatib iste'mol qilib berganda tal va oshqozonni quvvatlash, qon to'liqlash, qonni jonlantirish rolini o'ynaydi. Tal va oshqozon ajizlash, so'qoqdan bo'lgan oshqozon og'riqi va oshqozon yarisi qatorliqlarga nihoyat obdan. Mishu yuzida tug'ut dig'i va ayollar, medikanki kunlar dig'i bo'lsin, yoki tug'ut dig'i bo'lsin va yoki yuzinglar sepkin bo'lsin, mishu qo'g'inning urug'i, qo'g'inning urug'ini elib, otlab qurtgan ekan, buni so'qib, talqon olib ekilib, shu qo'g'ini siqib, ezib chiqqan suyga ilashtirib, talqon olib ekilib, yuzinglarni sepib, sindirib 40 minut to'g'riza pakiz yutib odatlansanglar tug'ut dig'i, kunlar dig'i, siriqda shunaqlar shu yuzga sepkingimi yaxshi manfaat qildi. Undan boshqa shu yong'oqniki pishmagan meg'zi, yong'oqning pishmagan meg'zini ekilib, uni ezib sutini chiqargandan keyin, ay sutini, yong'oqning sutini yuzinglarga shu dog' sepkin joylarga singdirib bersanglar bo'ladi. Sukab singdirib berib, yarim soat to'g'riza pakiz yutib. Yaxshimi do'stlar, bugun sizlarga 9 gardan zanjibil sharbati chayi tayyorlashning hozirligini sundik. Zanjibilning foydali taraflari nihoyat ko'p bo'lib, qisqasi chashni quvvatlaydi, qonni jonlantiradi, immunitet kuchini yuqori ko'taradi, yuqumli kasalliklarni oldini oladi. Zanjibil sharbati chayimizmi o'tkir yuqumli zukam ham shundaqla zukamni bo'lgan agashim kasalliklarga manfaat qildi. Aldı bilan zanjibilni yuvib, axlab, ezish mashinamizda ezib olamiz. Agar ezish mashinangiz bo'lmasa, qirg'ish bilan qirib, ushoq holat keltirib olsangiz bo'ladi. Andan buni bir qachiga silib, ustiga tayyor qilib olgan hasilimizni to'kamiz. Hasilni qo'yib bo'lgandan keyin yaxshi aralashtirib, quruq pokiza aynan qachiga silib, og'zini him etib, to'nglatqining normal saqlash bo'limchasida qo'yib qo'yamiz. Agar tatli qara holatda ichmoqchi bo'lsangiz, hasilni ko'proq silib, tanshab iste'mol qilsangiz bo'ladi. Buni iste'mol qilganda tayyorlab qo'ygan aynan qachimizdagi zanjibil sharbatidan 2 qo'shiq stakanga silib, buningga qaynayotgan qaynoq suvdan quyib, nihoyat yaxshi aralashtirib iste'mol qilsak bo'ladi. Rahmat sizlarga do'stlar. Yumg'oq sut alqat may serish chayini qanday tayyorlaymiz? Suvni qaynatib, yumg'oq sutni yildiz bilan solamiz. Muvofiq miqdorda alqat solamiz. Az miqdorda zanjibil qalamchisi, tuz selib 3 minutdan 5 minutgacha qaynatamiz. Buni har kuni atiganda och qo'rsoq bir stakan iste'mol qilsak, o'riqlash maqsadiga yetkili bo'ladi. Yaxshim sizlar ko'pchilik ammonlarning mush vaqti xayrli bo'lsin. So'zilma xarakterik jigar yollig'iga davolash usuli. Yetarli materiallar. Samsaqdan 50 gram, mash, oq shakar muvofiq miqdorda. Tayyorlash usuli bo'lsa, samsaqni ushoq to'g'rab, mash bilan birga qaynatib, muvofiq miqdorda oq shakar qo'shib tayyorlandi. Roli bo'lsa, mash badanni quvvatlashga, 5 a'zoning mo'titligini tengshash, qizitmani qaytarish, zahar tozalash, issiqlikni yondirish, sudikni ravonlashtirish, ishiq yondirish, qondagi mayni tömənletiş, qan besimini tushirish, jigarni asrash roliga ega. Samsaq bilan mashni aralashtirib, mash sho'rpisi qilib iste'mol qilib bergan chaqda so'zilma xarakterlik jigar yollig'iga manfaat qiladi. Do'stlar, tushungan bo'lsanglar, mush so'zilma xarakterlik jigar yollig'i bog'lar, mush bo'yicha oilda mash sho'rpisi tayyorlab iste'mol qilib chiqishingizni umid qilamiz.